Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. 2026 yil avgust oyida pensiya masalasi. Kim kutishi kerak, kim hujjat topshirishga shoshilishi kerak, kim esa umuman xavotir olmasligi kerak. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, turmush o'rtog'i yoki qarindoshi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir oilaga tegishli. Men sizga quruq gap emas, amaliy tomondan tushuntiraman. Qanday holatda odam bir necha oy kutsa foyda ko'rishi mumkin, qaysi holatda kutish aksincha zarar bo'ladi, qanday hujjatlar tayyor bo'lishi kerak, staj, ish haqi, imtiyozli davrlar va xatolar nimaga olib keladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p uchraydigan xatolar aynan oxirgi bosqichda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Yoshim yetdi, pasportim bor, mehnat daftarcham bor, borib ariza beraman, pensiya chiqadi deb o'ylardi. Haqiqatan ham ilgari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari bilan hal qilinardi. Odam ish joyida necha yil ishlagan bo'lsa, daftarchada muhr bo'lsa, ko'pincha shu asosiy dalil hisoblanardi. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat tizimlari raqamlashtirildi. Ish staji, soliq to'lovlari, ish haqi, rasmiy bandlik, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Lekin oddiy fuqarolar uchun yangi muammolar ham chiqaryapti. Masalan, odam haqiqatan yengil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin korxona hujjatlarini to'g'ri topshirmagan. Ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan. Arxivda ma'lumot yo'q. Mehnat daftarchasidagi yozuvda xatolik bor. Natijada pensiya tayinlashda savollar paydo bo'ladi. 2026 yil avgust deganda ko'pchilik o'sha oyda hamma pensiya oladimi? Yangi qoida chiqadimi? Pul ko'payadimi? Kimdir kutsa ko'proq oladimi degan savollarni beradi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Pensiya masalasida har bir insonning holati alohida ko'riladi. Bitta sana hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kimdir avgustgacha kutsa foyda ko'radi. Kimdir esa avgustni kutib bir necha oylik pensiya pulini boy berishi mumkin. Shuning uchun gapning markazi hamma kutish kerak yoki hech kim kutmasin emas, balki kimga kutish foydali, kimga zararli degan savoldir. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetish masalasini tushunib olaylik. O'zbekiston amaliyotda yoshga doir pensiya odatda erkaklar va ayollar uchun belgilangan yosh va talab etiladigan ish staji asosida ko'riladi. Aniq yosh. Staj va imtiyozlar bo'yicha har doim pensiya jamg'armasi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirish kerak. Chunki qonunchilikdagi o'zgarishlar, imtiyozli toifalar va alohida shartlar mavjud bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga umumiy mantiqni tushuntiryapman. Pensiya tayinlashda 3 ta asosiy narsa ko'riladi: yoshingiz, ish stajingiz va daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar. Birinchi holat. Odam pensiya yoshiga 2026 yil may oyida yetadi. Masalan, erkak kishi may oyida belgilangan yoshga to'ladi va staji ham yetarli. U avgustgacha kutay, balki ko'proq chiqib qolar deb o'ylaydi. Mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Agar qonunda aynan avgustdan boshlab unga alohida foyda beradigan aniq norma bo'lmasa, u may, iyul oylaridagi pensiya huquqini kechiktirishi mumkin. Ariza qachon berilgani, hujjatlar qachon qabul qilingani va pensiya qaysi sanadan tayinlanishi masalasi juda muhim. Shuning uchun huquq paydo bo'lgan kuni yoki imkon qadar tezroq murojaat qilish ko'pincha to'g'ri yo'l bo'ladi. Ikkinchi holat. Ayol kishi 2026 yil iyul oxirida pensiya yoshiga yetadi. Lekin uning ish staji bo'yicha bitta muammo bor. Masalan, 1992-yildan 2001-yilgacha tikuvchilik sexida ishlagan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona allaqachon yopilgan. Arxiv ma'lumotnomasi hali olinmagan. O avgustda hujjat topshirsa ham staj tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamroq chiqish yoki tayinlash cho'zilishi mumkin. Bunday odam uchun avgustni kutish emas. Bugundan boshlab hujjatlarni yig'ish muhim. Arxivga so'rov berish, eski ish joyining huquqiy vorisini topish, ish haqi ma'lumotnomalarini aniqlash, daftarchadagi xatolarni tuzatish kerak. Uchinchi holat, odamning staji yetarli. Lekin oxirgi yillarda rasmiy ish haqi oshgan. Masalan, 2024-2026 yillarda yaxshi maosh olayotgan bo'lsa, pensiya hisob-kitobida qaysi davr daromadlari inobatga olinishi unga ta'sir qilishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol chiqaymi yoki yana bir necha oy ishlaymi degan savol paydo bo'ladi.
Agar inson 2026 yil avgustgacha ishlash orqali stajini yaxlab olsa, masalan 24 yil 8 oy staj 25 yilga yaqinlashsa yoki yuqori rasmiy maosh davri hisobda ko'proq o'rin olsa, unda mutaxassis bilan aniq hisob kitob qilib ko'rish kerak. Lekin taxmin bilan qaror qilish noto'g'ri. Chunki ba'zan odam 3 oy kutib pensiya miqdorini juda oz oshiradi. Lekin shu 3 oyda olishi mumkin bo'lgan pensiyadan mahrum bo'ladi. Foyda va zarar solishtirilishi shart. 4-holat norasmiy ishlagan yillar. Bu eng og'riqli masala. Ko'p odamlar bozorda, qurilishda, uy xizmatida, kichik do'konda yillar davomida ishlagan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan, soliq to'lanmagan, mehnat daftarchasiga yozilmagan. Pensiya kelganda esa men ishlaganman-ku degan gapning o'zi yetmaydi. Pensiya tizim dalil so'raydi. Rasmiy staj bo'lmasa, pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. Shuning uchun 2026 avgustni kutayotgan odamlar hozirdan o'zining rasmiy stajini tekshirtirishi kerak. Agar staj kam chiqsa, imkon bo'lsa, hozir rasmiy ishga joylashish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida tartibga kirish, tegishli to'lovlarni amalga oshirish bo'yicha maslahat olish kerak. 5-holat ishlayotgan pensioner yoki pensiya yoshiga yetgan, lekin ishni davom ettirmoqchi bo'lgan inson. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqsam, ish beruvchim meni bo'shatadi deb qo'rqadi. Ba'zilar esa ishlayotgan bo'lsam pensiya olmayman deb noto'g'ri tushunadi. Har bir holatda mehnat shartnomasi, ish joyi, lavozim va qonunchilik talablari alohida ko'riladi. Lekin umumiy maslahat shuki, pensiya huquqi paydo bo'lsa, uni rasmiy tekshirtirishdan qo'rqmang. Ishni davom ettirish bilan pensiya masalasini hal qilish bir-biriga zid bo'lmasligi mumkin. Eng muhimi, ish beruvchi bilan og'zaki emas, hujjatlar asosida munosabat qilish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning yoshingiz hali pensiyaga ancha uzoq bo'lsa, masalan 5-10 yil bor bo'lsa, 2026 avgust siz uchun darhol xavf degani emas. Lekin siz ham befarq bo'lmasligingiz kerak. Chunki bugun rasmiy ishlamayotgan har bir yil ertaga pensiyada ko'rinadi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, hozirdan rasmiy bandlik, soliq va staj masalasini to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, keyinchalik muammo kam bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham muammo hal bo'ldi degani emas. Masalan, daftarchada ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana yo'q. Yoki muhr o'qilmaydi. Yoki tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan, yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bunday kichik ko'ringan xatolar pensiya tayinlash jarayonida katta kechikishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun daftarchani faqat bor yoki yo'q deb emas, to'g'ri to'ldirilganmi deb tekshirish kerak. Ikkinchi nozik masala tug'ilgan sana va shaxsiy ma'lumotlardagi farqlar. Masalan, pasportda ism Muhabbat. Eski hujjatda Muhabbat deb yozilgan. Familiya turmushdan oldin boshqa bo'lgan, nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Otasining ismi bir joyda Aliyevna, boshqa joyda Aliyevna yozilgan. Oddiy odam bu mayda narsa deydi. Lekin hujjatlarni solishtirayotgan tizim yoki mutaxassis uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgarishi, nikoh va ajrim hujjatlari, bolalar bilan bog'liq imtiyozli davrlar juda sinchiklab tekshiriladi. Uchinchi nozik masala ish haqi ma'lumotlari. Ba'zi odamlar stajim ko'p bo'lsa, pensiyam avtomatik katta bo'ladi deb o'ylaydi. Staj muhim, lekin daromad ham muhim. Agar odam 30 yil ishlagan bo'lsa-yu, rasmiy maoshi eng kam miqdorda ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya kutilgan darajada chiqmasligi mumkin. Aksincha, staji kamroq, lekin rasmiy daromadi yuqori bo'lgan odamda hisob boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun falonchi bilan bir joyda ishlaganmiz, nega unga ko'proq chiqdi degan savolga javob ko'pincha hujjat va daromad bazasida yotadi. 4-nozik masala imtiyozli staj. Ayrim kasblar, og'ir sharoitdagi ishlar, zararli ishlab chiqarish, tibbiyot, pedagogika, harbiy xizmat, ichki ishlar, ayrim hududlar yoki alohida toifalar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz og'zaki aytilmaydi, hujjat bilan tasdiqlanadi. Odam men zararli sexda ishlaganman deydi. Lekin lavozim nomi ro'yxatda aynan qanday ko'rsatilgan, ish joyi attestatsiyadan o'tganmi, buyruqlarda bu aks etganmi, ish sharoiti bo'yicha ma'lumot bormi, mana shular hal qiluvchi bo'ladi. Agar hujjatda oddiy ishchi deb yozilgan bo'lsa, imtiyozni olish qiyinlashadi. 5-nozik masala arxiv. Korxona yopilgan bo'lsa ham bu staj yo'qoldi degani emas. Ko'p hollarda hujjatlar arxivga topshirilgan bo'ladi. Lekin muammo shundaki, odam qaysi arxivga murojaat qilishni bilmaydi. Korxona tuman arxivga topshirganmi, viloyat arxivigami, vazirlik tizimidagi arxivdami
yoki huquqiy voris tashkilotda saqlanyaptimi? Buni aniqlash kerak. Ba'zan bitta ma'lumotnoma olish uchun bir necha joyga yozma so'rab berishga to'g'ri keladi. Shoshmasdan izchil harakat qilgan odam yutadi. 6-nozik masala, men keyinroq topshirsam hammasini orqadan olib berishadi degan xato fikr. Pensiya tayinlashda muddatlar va murojaat qilingan sana muhim. Ayrim holatlarda qayta hisoblash, o'tgan davr uchun to'lov, huquq paydo bo'lgan sanadan belgilash kabi masalalar bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik va hamma uchun bir xil emas. Shuning uchun huquqingiz paydo bo'lgan bo'lsa, keyin boraman deb yurmang. Eng kamida maslahat oling, elektron bazani tekshirtiring, ariza topshirish tartibini aniqlang. 7-nozik masala qarindoshlar nomidan ish yuritish. Ko'p hollarda qariya odamning o'zi idora yurishga qiynaladi. Farzandlari yordam beradi. Bu yaxshi. Lekin hujjat topshirish, ma'lumot olish, vakillik qilish uchun ba'zan ishonchnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun otangiz yoki onangizning hujjatlarini olib borishdan oldin qaysi xizmat uchun ishonchnoma talab qilinishini aniqlang. Aks holda vaqt ketadi, navbat kutasiz, lekin ish bitmaydi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya yoshiga yaqin bo'lgan odamning barcha hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet bo'lsa, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar hammasi tartibda bo'lsin. Ikkinchi qadam: ish stajini oldindan tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz, davlat xizmatlari markazidan maslahat olishingiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Men doim shuni maslahat beraman. Pensiya yoshiga 6 oy yoki 1 yil qolganda tekshirishni boshlang. Chunki arxivdan ma'lumot olish, xatoni tuzatish, ma'lumotnomani yangilash vaqt oladi. 3-qadam: eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, tashkilot nomi qanday bo'lgan, hozir u tashkilot bormi, manzili qayerda edi, rahbar yoki buxgalter kim edi, ishga kirish va chiqish sanalari qanday, bularni yozib chiqing. Agar mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lsa, aynan shu ro'yxat sizga arxiv so'rovini to'g'ri yozishga yordam beradi. 4-qadam: arxivga yozma so'rov tayyorlang. So'rovda falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganligimni va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Pasport nusxasi. Mehnat daftarchasidagi tegishli sahifa nusxalari ilova qilinadi. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini ham qo'shing. So'rovni 2 nusxada qoldirib, qabul qilinganini tasdiqlatib oling yoki pochta orqali yuborsangiz. Kvitansiyani saqlang. 5-qadam: ish haqi ma'lumotlariga alohida e'tibor bering. Faqat ishlaganlik tasdiqlanishi emas, daromad haqidagi ma'lumot ham muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi maosh, mukofot, ustama va rasmiy to'lovlar hujjatda aks etgan bo'lsa, hisob-kitobda ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin bu yerda soxta ma'lumotnoma, tanish-bilish orqali ko'paytirib yozdirish kabi xavfli yo'llarga mutlaqo kirmang. Bu keyinchalik pensiya bekor qilinishi, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi yoki huquqiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. 6-qadam: agar stajingiz kam chiqsa, nima qilish mumkinligini hozirdan biling. Masalan, rasmiy ishga joylashish, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish, tegishli tartibda ijtimoiy to'lovlar masalasi bo'yicha mutaxassisdan maslahat olish mumkin. Lekin bir oyda 10 yillik staj qilib beramiz degan firibgarlarga ishonmang. Pensiya masalasida eng xavfli odamlar aynan shunday va'da beradiganlar. 7-qadam: ariza topshirish sanasini o'tkazib yubormang. Agar siz 2026 yil avgustda pensiya masalasini kutayotgan bo'lsangiz, kalendarga qarab emas, huquqingiz paydo bo'ladigan aniq sanaga qarab ish tuting. Tug'ilgan kuningiz, staj to'lishi, hujjat tayyor bo'lishi, bularning hammasini yozib qo'ying. Pensiya jamg'armasidan qachon topshirsam to'g'ri bo'ladi deb yozma yoki rasmiy javob olishga harakat qiling. 8-qadam: agar pensiya miqdori siz kutgandan kam chiqsa, darrov janjal qilmang, avval hisob-kitobni so'rang. Qaysi stajlar inobatga olingan, qaysi davrlar kirmagan, qaysi ish haqi asos qilib olingan, nima uchun ayrim yillar chiqarib tashlangan, bularni bilishga haqlisiz. Agar xato bo'lsa, qo'shimcha hujjat topshirish, qayta ko'rib chiqish, yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki belgilangan tartibda shikoyat berish mumkin. 9-qadam: qariyalarimizga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz bolamni bezovta qilmay deb
hujjat muammosini yashirib yuradi. Natijada pensiya vaqti kelganda bitta muhr, bitta ma'lumotnoma, bitta arxiv javobi uchun oylar ketadi. Agar oilangizda pensiya yoshiga yaqin inson bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Bu faqat pul masalasi emas, bu hurmat va mas'uliyat masalasi. Demak, 2026 yil avgust oyida pensiya masalasi bo'yicha eng asosiy haqiqat shuki, hamma bir xil kutish kerak degan qoida yo'q. Kimdir hujjati tayyor bo'lsa, vaqtida murojaat qilishi kerak. Kimdir staj yoki arxiv muammosi bo'lsa, bugundan harakat boshlashi kerak. Kimdir yuqori rasmiy maosh yoki staj to'lishi sababli bir necha oy kutish foydasini hisoblab ko'rishi mumkin. Lekin har bir qaror taxmin bilan emas, hujjat va aniq hisob-kitob bilan qabul qilinishi kerak. Men sizga ekspert sifatida bitta asosiy maslahatni beraman. Pensiya masalasini oxirgi oyga qoldirmang. Hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni aniqlang. Arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling, rasmiy manbalardan maslahat so'rang. Shunda 2026 yil avgust kelganda siz vahima qilmang. Tayyor holda qaror qabul qilasiz. Agar sizda mening holatimda kutish kerakmi yoki hozir topshirish kerakmi degan savol bo'lsa, izohlarda yozishingiz, taxminiy stajingiz va asosiy muammoingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot qariyalarimizning oylar davomida sarson bo'lishining oldini olishi mumkin.